Assalomu alaykum. Hayot balansi YouTube kanaliga xush kelibsiz. Va bugun biz alohida mavzu, ya'ni bel og'riqlari haqida gaplashamiz. Bel og'rig'i bu shunchaki jarayon emas. Agar noto'g'ri davolasangiz, bu butun umrlik hamrohga aylanadi. Bugungi videoda biz bel og'rig'ining o'nlab turlarini va unda biz qanday yondashuv qilishimiz kerakligi, qachon shifokorga murojaat qilishimiz kerak va qachon batlar iste'mol qilib bel og'rig'idan qutulishimiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Endi biz qachon qanday tekshiruvlardan o'tish haqida quyida tushuntirib o'tamiz. Bel og'rig'ining endi surunkali turlariga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni 0 dan 6 haftagacha bo'ladigani, 1 haftadan kamroq va 6 hafta, 1,5 oygacha bo'ladigan bel og'riqlari bular qisqa muddatli bel og'riqlari. Agar 6 haftadan ko'payadigan bo'lsa, 6 haftadan 12 haftagacha bo'ladigan bo'lsa, bu subo'tkir bel og'riqlari deyiladi. Subo'tkir ya'ni o'rtacha o'tkirlikdagi bel og'rig'i. Bunday holatlar asosan urologik kasalliklar natijasi o'laroq odamda paydo bo'ladi. Bunday bo'lmasligi uchun siz eng yaxshi yechimni faqatgina shifokor qabulida topa olasiz. Faqatgina to'g'ri shifokorni tanlash ham bu yerda eng muhim rolni kasb etadi. Endi esa surunkali bel og'riqlarini tavsiflaymiz. Surunkali bel og'riqlarini tavsiflash uchun uni bir nechta turlarga bo'lib olishimiz kerak. Birinchisi bu nospetsifik og'riqlar. Nospetsifik og'riqlarga asosan bu bel boylamlarini, bel tendonlari, ya'ni pay boylamlarining zo'riqishi tufayli yuzaga keladigan og'riqlar tushuniladi. Hamda bunday holatlar uchun biz alohida davolash strategiyasini tuzamiz. Buning uchun siz albatta vertebrolog shifokor yoki bo'lmasam nevropatologga murojaat qilishingiz kerak. Nevropatologga murojaat qilgan paytingizda sizni nervlaringizni o'rganib chiqadi va u yerda og'riq asosiy sababi nimada ekanligini topadi. Undan tashqari, nospesifikdan keyingi o'rinda esa radikulyar og'riqlar turadi. Radikulyar og'riqlar, ya'ni radius, bu yorug'lik degani. Bir nuqtadan atrofga qarab tarqaluvchi og'riqlar. Bu og'riqlar ayniqsa oyoqqa ko'proq beradi va dumg'aza sohasidan oyoqning boldir sohasiga qarab yo'nalgan bo'ladi. Bu asosan beldagi disk churrasi, ya'ni disk grijasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin va u yerda, ya'ni umurtqaning disklaridagi distrofik o'zgarish natijasi nerv siqiladi va nerv siqilgan joydan unga tegishli bo'lgan qism zararlanadi. Ya'ni aytmoqchimanki, yuqori qismidan zararlangan joyni siqadi va oyoqning o'ziga tegishli bo'lgan joylarida og'riqlar paydo bo'ladi. Bu boldir sohasi bo'lishi mumkin, bu son sohasi va dumg'aza sohalari bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda bo'lmasligi uchun siz albatta MRT tekshiruvidan o'tishingiz kerak. Shuning uchun siz vertebrolog yoki nevropatolog shifokoriga murojaat qiling. Radikulyar og'riqlardan tashqari spinal stenozlar ham mavjud. Spinal stenozlar bu umurtqa pog'onasining dimlanishi deb o'zbekchaga tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni umurtqa pog'onasida ko'p miqdorda qon yaxshi yetib kelmaydi va u yerdagi nervlarda moddalar almashinuvi yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ham bizning tanamizda bel og'riqlari yuzaga kelishi mumkin. Bu asosan ko'p o'tirib ishlaydigan va ko'p harakatdan o'zini cheklaydigan odamlarda bo'ladi yoki bo'lmasa yotoqda qolgan bemorlarda ham spinal stenoz jarayoni kuzatiladi. Endi esa spesifik sabablarga ko'ra og'riqlarni ko'rib chiqamiz. Spesifik sabablarga ko'ra deganimiz aynan maxsus sabablarga ko'ra degani. Bu bel bilan yiqilish yoki bo'lmasam aynan bel sohasiga qandaydir implantlarning o'rnatilishi va shunga o'xshash holatlar yuzasidan kelib chiqadi. Yoki travmatik kasalliklar yoki bo'lmasam oddiy avtohalokatga uchragan odamlarda ham spesifik og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda albatta MRT, rentgen va MSKT tekshiruvlaridan foydalanish kerak. Endi esa xalq tilida yoki yoshlar orasida keng tarqalayotgan red flaglarga qaraymiz. Red flag, ya'ni qizil bayroqlar. Va qizil bayroq qachon? Qizil bayroq bu eng chidab bo'lmas holatlar degani. Chidab bo'lmas, shunchaki chidab bo'lmas. Biz endi red flaglarni qanday qilib to'xtatishimiz kerak? Red flag degani bu doktorga bormasa bo'lmaydigan holat degani. Biz endi doktorga bormaydigan holatimiz qachon siyishda muammolar bo'lsa, ya'ni peshob ajralishi bilan bog'liq muammolar kuzatilsa, bunda albatta shifokorga borish shart. Bu yuqori qismdagi, ya'ni umurtqa pog'onasidagi muammodan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam boshqa sabablarga ko'ra, travmatik sabablarga ko'ra ham bo'lishi mumkin. Undan tashqari, oyoqda kuchsizlikni sezish, oyoq holsiz bo'lishi, yurgan paytda tez toliqib qolish, ya'ni ozgina yurganingizda ham tez toliqib qolish bu oyoqdagi og'riqlarni yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.
Uchinchi sabab bu isitma. Agar sizda bel og'riqlari bilan birgalikda isitma ketayotgan bo'lsa, bu virusli holat bo'ladi. Virusning yuqishi birinchi navbatda belga og'riq beradi. Oddiy qilib aytaman, hamma gripp bo'lgan va gripp bo'lgan paytingizda bellaringiz qaqshab og'riydi. Bu birinchi kundagi belgi. Bu subklinik shakldagi grippni yuqqan payti bo'ladi. Va bunday holatlar ham isitma bilan kechganligi uchun red flag, ya'ni shifokorga borishingiz shart. Aynan o'sha paytda antiviral dorilarni iste'mol qilishingiz kerak yoki bo'lmasam immunitetingizni o'sha paytda aktivlashtirishingiz kerak. Bu haqida quyida shamollash mavzusida alohida videoda tushuntirib o'tganmiz. Beldagi og'riqlar paydo bo'ldi va uni red flag deb atashimizga asoslimi yo'qmi? Bu qachon asosli bo'ladi? Red flag bo'lishi uchun yana uchinchi sabab bu sababsiz ozish, ya'ni ovqatlanishingiz me'yorida eskicha tartibda ovqatlanyapsiz, lekin ozib ketdingiz. Bunday holatda ham bu red flag, ya'ni siz shifokorga albatta borishingiz kerak. Chunki bel og'rishi ichki a'zolarning o'zgarishi bilan bo'lishi mumkin. Hamda buyraklardagi o'zgarish, ya'ni buyrak usti bezlarining o'zgarishi natijasida u yerda onkologik kasalliklar rivojlanayotgan bo'lishi ham mumkin. Bunday holatlar bo'lmasligi uchun albatta har yili bir marta tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Va to'rtinchi eng muhim red flagga to'xtalamiz. Bu albatta kuchli travmatik holatlar. Kuchli travmatik holatlarda biz albatta doktorga borishimiz shart. Buni cheklashni umuman imkoniyati yo'q. Chunki siz agar doktorga bormaydigan bo'lsangiz, bitta kasalingiz ikkitaga aylanadi. Men shunchaki doktorlarga har doim boringlar degan ma'noda aytmayapman. Shunchaki siz o'zingiz sog'lig'ingizga befarq bo'lmang va professional yondashuvni doim talab qiling. Endi esa bel og'rig'idagi eng muhim qism, ya'ni grijalar haqida to'xtalib o'tamiz. Grijalar ko'plab bemorlarimda kuzatishim bo'yicha nimadan paydo bo'ladi degan savol meni o'zimni ham qiynagan va hozirgacha ham qiynaydi. Chunki grijalarni men ko'pchilikda kuzatganman. Ko'p og'ir mehnat qiladigan odamda ham grija bor, ko'p o'tiradigan odamda ham bor, umuman mehnat qilmaydigan odamda ham grijalar uchraydi. Va bu grijalar oldinlari 40 yoshdan katta insonlarni bezovta qilayotgan bo'lsa, hozirda meni eng yosh patsientim 2009-yil. Deyarli maktab o'quvchisi. Bunday holatda biz grijalar nima uchun paydo bo'layotganligiga to'xtalishimiz kerak. Endi grijalar o'zi nima degani? Churralar haqida gaplashamiz. Churralar mana misol uchun paxovoy, ya'ni chov churrasi yoki popochniy, ya'ni kindik churrasi bo'lishi mumkin. Kindik churrasi aynan qorin devorining yonidan 4 ta qavat bo'lganligi uchun u yerdan ichaklarning chiqishi. Xuddi shunga o'xshagan disk churrasi ham disk devorining yirtilib, diskdagi suyuqlikning tashqariga chiqishi hisoblanadi. Disk grijasi bo'lguncha u yerda protruziyalar bo'ladi, ya'ni diskning zararlanishi. Diskning zararlanishi ham butunligi buzilmagan holatda shaklining o'zgarishi degani. Endi nima uchun u shaklini o'zgartirdi? Nima uchun u yirtilib grijaga aylandi, ya'ni churraga aylandi? Xo'p, bunday savolga quyidagicha javob beraman. Bu distrofik o'zgarish, ya'ni moddalar almashinuvining o'zgarishi bilan bog'liq. To'g'riroq qilib aytganda, ovqatlanishimizdagi ratsionni biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak degani. Ya'ni ko'p miqdorda uglevodlarni iste'mol qilish bu o'sha yerdagi to'qimaning mo'rtlashuviga olib keladi va buning natijasida disk churrasi hosil bo'ladi. Disk qattiqligi yo'qoladi. Endi disk churrasini yanada ilmiyroq tilda men sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda bu aytib o'tganimdek protruziyalar. Bunda disk bo'rtadi, lekin portlamaydi. Oddiy qilib aytganda portlamaydi, ya'ni bo'rtib turibdi. Ikkinchisi esa bu ekstruziyalar. Yadro tashqarisiga chiqqan bo'ladi. Ya'ni diskning markazida yadro joylashadi va bu yadro tashqariga ozgina chiqqan bo'ladi. Uchinchisi esa bu sekvestr. Ya'ni sekvestr bu ajralib chiqqan fragment kamroq, lekin muhimroq. Chunki u aynan nerv yoyini siqayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham bunda juda ham kuchli og'riq kuzatiladi. O'zi protruziya yoki grija juda ham kichkina, 3-4 mm, lekin og'rig'i xuddi 12 mm lik grijaniki kabi bo'ladi. Endi yana bitta narsani bilishingiz kerak. MRT. Ko'pchilik doktorlar sizlarga MRT yoki MSKT yozib berishi mumkin. MRT bu magnit rezonans tomografiya hisoblanadi. MSKT esa bu kompyuter tomografiya. MSKTda rentgen nurlaridan foydalanadi.
MRTda esa shunchaki magnit rezonansidan foydalanadi. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsam, siz 100 marta MRTga tushsangiz ham nurlanish olmaysiz. Lekin MSKTda tushadigan bo'lsangiz, siz 1 marta tushishning o'zidayoq 30 marta rentgenga tushgan kabi nurlanish olishingiz mumkin. Undan tashqari disk uchirasi bu yumshoq to'qimaning kasalligi bo'lganligi uchun MRTda u aniqroq ko'rinadi. MSKTda esa u qattiq to'qima bo'lmaganligi uchun aniq-tiniq ko'rinmasligi mumkin. Bu yana apparatlarni o'zini funksional holatidan ham farq qilishi mumkin. Bu yerda uzil-kesil yechim deb bo'lmaydi. Endi yana bitta muhim nyuansga to'xtalamiz. Bu grija belgilari. Grija belgilarini ko'pchilik to'g'ri farqlay bilmaydi. Birinchi navbatda oyoqlarda uvishish hissi sovqotish emas. Sovqotish va uvishishning farqi bor. Mana misol uchun sovqotishni tashqari tarafdan ushlab ko'rganingizda issiqlik bo'lmaydi, muzdek bo'ladi. Bunday holatlar keyingi videolarimizda kuzatib borsangiz, endokrinologik muammolar bilan bog'liqligini bilib olasiz. Sovqotish bilan uvishishni endi farqiga bordik. Uvishish hissi bu harorat o'zgarmagan holda, lekin u yerdagi nervni tepadan siqilganligi natijasida paydo bo'ladigan hissiyot. Endi bu hissiyot nima uchun qanday paydo bo'ladi? Yuqoridan siqilayotgan nerv tolalari pastga shunaqa ta'sir uyg'otadi. Ya'ni sezuvchi nerv tendonlari yuqori markaziy nerv sistemasiga xuddi shunday sinapslarni jo'natadi. Bu uzoq muddat bir xil pozada turib qolganda xuddi shunday holatni yuzaga keltirishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, bu holatda asab ildizi, ya'ni asabning sezuvchi nerv tolasining yuqori qismi zararlangan ekanligini bilib olamiz. Uvishishdan tashqari kechalari oyoqda tomir tortishlari ham bo'lishi mumkin. Kechalari oyoqda tomir tortishlari asosan magniy yetishmovchiligidan bo'ladi. Lekin muskul kontrakturasining asosiy sababi bu belning yuqori qismidagi nervni siqilishidan ham bo'lishi mumkin. Va bunda tomir tortishlari uzoq vaqt qo'yib bormaydi. Bu savolingizga ham javob topdingiz. Endi kechasi nima uchun oyog'ingizni tomiri tortayotganligini bilib olasiz. Bel og'rig'i mavjud. Bel og'rig'ini turlarini yuqorida sanab o'tganim kabi siz qizil bayroq emas ekanligini bilib oldingiz. Ya'ni siz qanday bel og'rig'iga o'zingizni taxmin qilyapsiz. Bunday holatda endi nima qilishingiz kerak? Qadamma-qadam tushuntirib beraman. Birinchi qadam, sizni oyog'ingizda uvishish bor yo'qligini aniqlang. Ikkinchi qadam, oyoqlaringiz muzlayaptimi, yo'qmi? Oyoqda shish bor yo'qligini aniqlang. Shunda siz yurak bilan muammolaringiz yoki buyrak bilan muammolaringiz bor yo'qligiga amin bo'lasiz. Va undan keyingi qadam esa siz qanday preparatlar iste'mol qildingiz o'zboshimchalik bilan yoki tashqaridan qandaydir qo'y yog'i yoki bo'lmasam shunga o'xshagan mazlar, og'riq qoldiruvchi mazlar, finalgon, apizartron, ilon zahrili, chayon zahrili mazlarni surdingiz. Baribir ham og'riqlar qolmadi. Bunday holatda nima qilishingiz kerak? Bunday holatda siz to'g'ri nevropatolog shifokorga borishingiz kerak. Yo bo'lmasam nevropatolog bilan ortoped birlashgan joy bu vertebrolog huzuri bo'ladi. Xavfni ajratish holatiga to'xtalib o'tamiz. Qachon xavf bo'ladi, qachon xavf bo'lmaydi. Ya'ni bizda eng muhim narsa qachon xavfli bo'lgan og'riqni bilib olishimiz kerak. Xavfli og'riq degani siz 3 kundan keyin, 4 kundan keyin og'riqqa chidab tursangiz, og'riq qolishni o'rniga sizni yotqizib qo'yadi yoki bo'lmasam defekatsiya, ya'ni katta hojatga chiqishni cheklab qo'yishi yoki kichik hojatga chiqishni cheklab qo'yishi mumkin. Bunday holatlar og'ir asorat deyiladi va bunday holatga tushmasligingiz uchun siz eng kerakli ishlarni qilishingiz kerak. Ya'ni qizil bayroqlar bo'ladigan bo'lsa, yuqorida sanab o'tgan jarayonlarim bo'ladigan bo'lsa, siz o'zboshimchalik qilmang. Umuman o'zboshimchalikka yo'l qo'ymang. Endi ko'pchilikka to'g'ri taktikani tushuntirib beraman. To'liq yotib qolmaslik, ya'ni eng yaxshi yechim emas. Ya'ni belingiz og'ridi, davay men yotaman, 3 kundan keyin yaxshi bo'lib ketaman deb o'ylamang. Bu gripp kasalligi emas, bel og'rig'i. Bel og'rig'i yuqorida aytganimizdek 6 haftadan oshadigan bo'lsa, u o'rtacha og'irlikdagi daraja bo'ladi va u yana ham zo'rayib borishi mumkin. Hattoki oyog'ingizni ishlashiga qarshilik qilishi mumkin. Xo'p, endi yengil harakat, qisqa stretching mashqlarini bajarishingiz mumkin. Lekin YouTube sahifasida bizni ko'rsatayotgan ekansiz, xuddi shunday YouTube'da juda ko'p mashqlar bor. Va albatta LFK instruktorisiz qilishni tavsiya etmayman.
Chunki ko'plab bemorlar ham noto'g'ri mashqlarni bajarish oqibatida kasalligini bittasini ikkita qilib qo'ygan va buning natijasida og'ir asoratlar, hattoki qaytarib bo'lmaydigan asoratlarni keltirib chiqarishadi. Endi majburiy holatga to'xtalamiz. Majburiy holat degani inson tanasi o'zi og'riq bo'lgan paytda o'zini shaklini maxsus holatga keltiradi. Misol uchun bukchayib olish orqali. Bukchaygan paytda yelkalar, boshqa mushaklar tortishadi va mushaklarni ozgina spazmini qo'yib yuborishga harakat qiladi. Masalan, bel og'rig'ida dumg'aza sohasida bo'ladigan bo'lsa, uni ichkari tomondan yoki tashqari tomondan ekanligini bilishimiz kerak. Agar ichkaridan bo'ladigan bo'lsa, odam oldinga egilganida ancha o'zini yaxshi his qiladi. Agar tashqaridan bo'ladigan bo'lsa, u orqaga egilganida yaxshiroq his qiladi. Ya'ni mana bunday holatda bukiladigan bo'lsa, ancha yaxshi bo'ladi. Bunday holatlar umurtqaning qaysi segmentida ekanligiga bog'liq. Misol uchun, mana bu dumg'aza segmenti. Dumg'aza segmentidan 5 ta umurtqa yuqorida bel segmenti hisoblanadi. Bel segmentida L5, ya'ni 5-bel umurtqasi va S1 birinchi dumg'aza segmenti bo'ladigan bo'lsa, asosan oyoqda og'riq bo'ladi. Lekin L4, L5 orasida bo'ladigan bo'lsa, unda bu og'riq asosan dumg'aza sohasida bo'ladi. Bunday holatlarda sizni turnik tortishga ko'pchilik tanishlaringiz undashi mumkin. Turnik tortish hech qachon L5 va S1 orasidagi grijlarga yordam bermaydi. Bu uchun qanaqadir inversion stollar sotib olishingiz yoki umurtqani cho'zib yaxshi qilamiz, bolg'a bilan urib yaxshi qilamiz deyish bu o'ta ketgan ilmsizlik bo'ladi, to'g'risi. Eng muhim narsani aytib o'tamiz. MRT bu haqiqat detektori emas. MRT 100% haqiqatni aytib bermaydi. Misol uchun sizda 12 mm grija bor deyilsa, bu sizga qanchalik darajada og'riq berayotgani haqiqat. Ba'zi bir insonlarda grijasi yoki protruziyasi bo'lsa ham umuman og'riq sezmay yurgan bo'lishi mumkin. Ba'zi bir insonlar esa 3 mm grija bilan dahshatli og'riqni his qilayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarni haqiqiy tashxisini qo'yish uchun NMG va hokazo shunga o'xshagan apparatlardan foydalanishingiz kerak. Boshqa yo'lini xohlasangiz, unda tabiiy davolanish yo'lidan keting. Endi tabiiy davolanish yo'li bu qanday bo'ladi? Batlar ichish orqali bo'ladi. Kechirasizlar, aldadim. Batlar bilan siz to'liq davolana olmaysiz. Lekin batlar ichib yursangiz, ya'ni biologik aktiv qo'shimchalarni doimo iste'mol qiladigan bo'lsangiz, hech qachon shunaqa bel og'rig'iga duch kelmaysiz. Lekin sizni grijangizni so'riltirib yuboradi. Mana shuni ichdim, menda grija bor edi, yo'q bo'lib qoldi. Bu yolg'on. 100% yolg'on. Marketing yo'li. Unaqa preparatlar yo'q. Unaqa preparat bo'lsa edi, bilasizlarmi? U preparatni ishlab chiqargan kompaniya Apple'dan ham o'tib ketardi. Rost. Shunaqada. Endi eng muhim narsaga to'xtalamiz. Batlardan qaysi birlari o'zi yordam beradi og'riqni qoldirish uchun? Xo'p, og'riqni faqatgina og'riq qoldiruvchi dorilardan foydalanish orqali to'xtatish mumkin. Yoki bo'lmasam, blokada qilish mumkin. Belda blokada o'tkaziladi. Ya'ni belni o'ziga Novocain, Kinolog va Lidocain aralashmasi to'g'ridan-to'g'ri aynan dumg'aza segmentiga jo'natiladi. Bunda 10 santimetrli nina umurtqa ichiga yo'naltiriladi. Buni aynan professional bo'lgan nevropatolog yoki shunga o'xshagan shifokor qilmasa, siz butun umr majruh bo'lib qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun bunaqa protseduralarni faqatgina maxsus ta'limga ega bo'lgan odamlardan olishni tavsiya qilaman. Lekin blokada ham bu yechim emas. Og'rig'ingizni qoldirib bermaydi. Og'riqni bir necha soatdan keyin yana qaytib kelishi bor va yura olmay qolgan bo'lsangiz, shunchaki yurib ketishingizga yordam beradi. Endi to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, batlar bu sizni tanangizda magniy yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, beldagi mushaklar spazmi kuchaygan bo'ladi va magniy iste'moli sizni belingizdagi mushaklarni bo'shashtiradi va bo'shashtirish natijasida ancha og'riqlaringiz yengillashadi. Undan tashqari, boya yuqorida aytib o'tganimdek, distrofik o'zgarishlar bor. Distrofik o'zgarishlar bu qonning aylanishi buzilishidan, umuman olganda bel og'rig'i va tizza og'riqlarining asosiy sababi bu buyrak faoliyatining buzilishi, jigar faoliyatining buzilishiga bog'liq, bilvosita bog'liq. Bevosita emas. Bilvosita va bevosita tushunchalarning orasida farq bor. Ko'plab dunyodagi old qatordagi mutaxassislar, ya'ni tibbiyot professorlari, tibbiyot nomzodlari, doktorantlar shuni ta'kidlashadi.
Ya'ni jigar va buyraklardagi muammo qanday qilib bo'g'imlarga ta'sir qilishi mumkin? Ha, jigardagi muammolar bu qondagi oqsilni o'zlashtirilishi bilan bog'liq. Agar tanada oqsil to'g'ri o'zlashtirilmasa, bizning qonimizda aminoglikozidlar va shunga o'xshagan oqsil miqdori judayam helikomikronlar miqdori judayam kamayib ketadi. Helikomikronlar aynan tendonlar uchun yetarli bo'lgan ozuqani olib keluvchi modda hisoblanadi. Ya'ni tendonlar bu mushaklarning paylar bilan suyakka birikkan joyi. Mana shu narsa kuchli va sog'lom bo'ladigan bo'lsa, sizni belingizda umuman og'riqlar yuzaga kelmaydi. Lekin mana shu aminoglikozidlar va helikomikronlar miqdori kamayib ketishi natijasida bizning tanamizda va bo'g'imlarimizda moddalar almashinuvi buziladi. To'g'riroq qilib aytganda, bo'g'imlarda mochavay kislota, ya'ni sidik kislotasi juda ham ko'payib ketadi. Sidik kislotasining konsentratsiyasi oshishi natijasida u yerda mikroblar uchun qulay muhit yuzaga keladi. Mikroblar esa aseptik muhit bo'lsa ham u yerni yallig'lantirishga boshlaydi. Sizning tanangizdagi makrofaglar esa unga qarshi kurashishni boshlaydi. Bu jarayon davomli, surunkali davom etgandan keyin sizning tanangiz charchaydi. Ayniqsa immun tizimingiz charchaydi. Immun tizimini o'zi esa aynan shu joyni yemirishni boshlaydi. Shuning uchun biz oddiy batlarni ichib ham bel og'riqlarini faqatgina yengil darajalarini davolashimiz mumkin. Ya'ni tanangizda yetishmovchilik birinchi navbatda sizning ruhiyatingizga ta'sir qiladi, ikkinchi navbatda esa sizning organikangizga ta'sir qilishni boshlaydi. To'g'riroq qilib aytganda, o'rtada biokimik reaksiyalar buzilishi, undan keyin esa organik o'zgarishlar, ya'ni qayernidir bir katta o'zgarishlari, nimadir uzilib tushadi yo bo'lmasam yirtilib ketadi va hokazo. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, disk churrasi kabi. Shunday ekan, bizning tanamizda helikomikronlar, aminoglikozidlar yetishmovchiligi bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda qonni suyuq tutishimiz kerak. Qonni suyuq qilish uchun esa eng kerakli top 5 ta mahsulotni biz alohida video qilib chiqarganmiz. Undan keyin esa biz doimiy aytiladigan omega 3 moy kislotalarini to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Eng keraklisi esa D vitamini. D vitamini tanangizda kamayib ketayotgan ekan, yallig'lanish jarayonlari kuchayaveradi. D vitaminini kamayib ketish asosiy sababini bilishni istasangiz, bizga obuna bo'ling hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videomiz aynan D vitamini insonda nima uchun yetishmovchiligi haqida bo'ladi. Chunki D vitamini o'z-o'zidan yetishmay qolmaydi. Yuqorida aytib o'tganim kabi magniy ichish bizning tanamizga juda ham yordam beradi. Lekin magniyni qanday dozada va qanday shaklini iste'mol qilishni istasangiz, bizga direct orqali yoki bo'lmasam kommentariyada yozib qoldiring. Aynan sizga qanday magniy to'g'ri kelishini tanlashda ko'mak beramiz. Va Sport Nutrition do'konidan o'zingizga kerakli magniy turlarini sotib olishingiz mumkin. Bu yerdagi konsultantlar sizga eng kerakli bo'lgan magniylarni tanlashga yordam berishadi. Endi shartli va individual holatlar uchun biz qanday qo'shimchalarni iste'mol qilishimiz mumkin? Tabiiy o'simliklardan tayyorlangan kurkumin. Kurkumin bu kurkuma, ya'ni zarchava elementi. Bu zarchava elementi qanaqa bo'ladi? Ziravor, oddiy oshni sariq qiluvchi ziravor. Buni biz bir choy qoshiq miqdordagini yarim stakan sutga aralashtirib, kechasi uxlashdan oldin iste'mol qilishimiz kerak. Agar siz sutni yoqtirmaydigan bo'lsangiz, oddiy bodom suti tayyorlab iste'mol qilsangiz ham bo'ladi. Bodom suti qanday tayyorlanadi desangiz, bodom suti tayyorlanish haqida alohida short videomiz bor. Eng muhim qismga keldik. Eng muhimi bu sizning tanangizda B guruh vitaminlarining yetishmovchiligi aynan nervlarni tezroq zararlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni nervning usti mielin qavat bilan o'ralgan bo'ladi va bu qavatning yemirilishi B guruh vitaminlari yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Aynan shuning uchun B12 ni ko'proq miqdorda iste'mol qilishga harakat qiling. B12 ni siz tashqaridan olishni xohlasangiz, oddiy jigar qovurib yeng yo bo'lmasam qizil olma, anor va antioksidantga boy mevalar tarkibida juda ham ko'p bo'ladi. Undan keyin eng kuchli mahsulotlar bu glukozamin xondroitin yo bo'lmasam boswellia serrata. Bu lotincha nomda aytilganlarni o'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, bu glukozamin xondroitin bu oddiy qilib aytgan kollagenli suyak sho'rva yo bo'lmasa tuyoq sho'rva, xalades.
Boys Velociraptor esa bu ziravorchilarda sotiladigan oddiy kundur yelimi hisoblanadi. Kundur yelimi bu ladan, ruschasiga ladan nomlanadi va o'zbekchasiga kundur yelimi. Kundur yelimi asosan bo'g'imlarni va tendonlarni juda ham yaxshi qilib beradi. Bu moddalarni iste'mol qilish bilan sizni tanangiz yangilanadi. Bu tabiiy mahsulotlar. Buni ota-bobolarimiz ham iste'mol qilishgan va doimiy tarzda ularning ratsionida bu mahsulotlar bo'lgan. Chunki ular lavash yeyishmagan. Abdullo Oripovning ta'biri bilan aytganda, qayta takrorlanganda rangsizdir kalom degani kabi videomizni uzoq cho'zib o'tirmaymiz. Yakunga to'xtalamiz. Eng muhim narsa, birinchi navbatda og'rig'ingiz qanday ekanligini aniqlang, uni to'g'ri tartibda yondashing, ya'ni sizda oyoqqa og'riq beryaptimi yoki dumg'aza sohasigami, belni o'zi qachon paydo bo'ldi, qanchadan beri sizni bezovta qilayotganligini aniqlang hamda to'g'ri shifokorga murojaat qiling. Agar shifokor darajasida og'riq deb o'ylamasangiz, unda uy sharoitida belingizni issiqroq tuting. Bekorga o'zbek madaniyatida oldinlari erkaklarni belidan belbog'i tushmasin deyilmagan. Chunki beldan belbog'i tushgan erkakni belidagi terlari ko'payib ketadi va natijada belda terlash ko'payib prostata bezi va shunga o'xshagan holatlar yallig'lanishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun erkak kishini yonida kerak bo'lgan eng muhim narsa uning belbog'i hisoblanadi. Bu videoni yaqinlaringizga ulashing. Bu chunki haqiqatlar aytilgan video. Bu videoni ko'proq odamlarga tarqating. Chunki bu video orqali ko'pchilik o'ziga to'g'ri maslahatni ola oladi. Hamda bu video orqali olgan ma'lumotlaringizni o'zingizni hayotingizda qo'llang. Chunki biz mehnatimizni qadrlagan holda shuni hayotingizda qo'llasangiz, bundan sizni hayotingiz yengillashsa, hayotingizdagi balans yaxshilansa, biz xursand bo'lamiz va o'zimizning maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning layklaringiz orqali bu ko'proq odamga namoyish bo'ladi va bu bilan bizning xolisona mehnatimiz taqdirlanadi. Hamma uchun rahmat. Hayot balansida yana ko'rishguncha, doktor Husniddin Rozixov bo'ldi.